Ana til demek Uyg'urni sevgi. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Ana til televiziyasi ballar kanaliga hoş geldinglar. Ko'rayotganinglar bilim bo'liqim programmamiz. Men sizlarning umaq riyosatchi do'stinglar Mubina Amar. Bilim bo'liqi programmamizda qanday qiziqarli mazmunlar sizlarni kutib turayotgandi ha? Jahon eynikimizga marhamat. Oynaydigan ballar bormi? Azali konuksu ishni unutib qolma. Assalomu alaykum do'stlar, men sizlarga mashhur shaxslar haqida hikoyalar degan kitobdan vatan uchun jon bersa arziydi degan hikoyani o'qib beray. Vatan uchun jon bersa arziydi. Qadimki zamonda daryo bo'ylarida ko'chib yurib tirikchilik qilguvchi sak qabilalarning beshig'a ig'ir kulfat tushibdi. Iron podshohi Dara O'rta Osiyoning munibat o'tib sak urug'iga tahdid topdi. Sak urug'ning oqsoqollaridan Sekspar Umargi Umaris bir o'rtoqqa yig'ilib qandoq qilib dushmanga taqobil turish to'g'risida kengash o'tkazibdi. Shu chog'da qirda bir odam paydo bo'lib, udul oqsoqollar o'tirgan yerga keldi. U Shiroq ismli bir podsho yigit ekan. Shiroq shundoq debdi: agar sizlar mening bola chaqalarimni va nevaralarimni beqishni ustinglarga olsanglar, men o'z jinimdan kechib Iron lashkarlarini qirib tashlayman. Oqsoqollar uning dinini qabul qilib qasam qilishibdi. Shiroq yenidan o'tkir pichoqni ilib oldi bilan quloq va burnini kesibdi. Ondan butun badanini tilibdi. Shuning bilan u go'yo o'z urug'iga mal'unlik qilib surgun bo'lgan odam qiyofatida dushman tarafga yo'labdi. Shiroq Daraning qishig'i berib o'z qabilda ustidan shikoyat qildi. U Dara: ey Shahnishah, men sizga bo'lgan e'tiqodim tufayli mushu ahvolga tushdim. Urug'doshlarimga biz Dara hazratlariga bo'ysunaylik deb nasihat berishimga, ular meni bog'lab, rahimsiz holda quloq burnimni kesdi. Holimga yetib o'chimni ilishga yordam bering debdi. Dara Shiroqning bechora ahvolini ko'rib echinibdi. Deganlariga ishonib jangga tayyorlik qilish farmoni tushiribdi. Shiroq fursatni g'animat bilib Daraning oldida o'chmas o't va muqaddas suv nomidan qasam ichib shundoq debdi: podshoh oliylari, men dushmanlarimdan o'ch ilish uchun jinimni tikdim. Ularning qonlari ko'z oldimda daryo bo'lib qilmag'icha zodi to'xtamayman. Saklar dal bugun kecha u tog'larini buzib baliqchaqlarini bilan sizlar qo'g'lab yetolmaydigan uzoq joyga ko'chib ketishga maslahat qilishgan edi. Agar xohlasalar o'zlarining ularning oldini to'sg'ili bo'lgan joyga boshlab borman. Shundala sakarlarning yo'lini to'sib, ularni kelish bilan to'g'ri tushgan beliqdek birni qo'ymay tutib olamiz.
Kəminə qulunuz padişahlıq qilish jarayonida yiliqlarni o'tlatib yurib, hamma yoqning ahvolini bilib olganman. Sizni xohlagan yerga boshlab berish bemalol qo'limdan keladi. Biroq sizlar 7 kunga yetadigan non, suv g'amlivishlari kerak. Shiroqning bu so'zlari azon qalbiga uyg'unib qolgan eronliklarni g'ayratlantiribdi. Dara uni o'z qo'shiniga yo'l boshlovchi qilib tayinlabdi. Qo'shin 7 kunlik suv va oziq-tulik bilan yo'lga chiqibdi. Birinchi kuni o'tloqqa mindi. Ikkinchi kuni qurg'oq o't-cho'plar onda sonda uchrabdi. Uchinchi kun bayovon boshlandi. Saqlarning hammasi Osiyo quyoshi kelgundi bosqichlarning beshiga o't yog'diribdi. Askarlarning lavlari qurib, ahvol og'irlashibdi. İranlıqlarning lashkarbeshi Ranasbot taq bo'lib manziliga qanchalik qolganligini Shiroqdan so'rabdi. Shiroq so'qqanlik bilan manziliga yaqinlashib qolganligini aytibdi. Biroq safarning 7-kuni saqlardan derak bo'lmabdi. Ranasbot aldanganligini bilib, g'azab bilan Shiroqqa: "Va'dangga vafo qilmading, zoti pasak. Hamma yoq cho'l bayovon. Bu yerlarda odam yursa, oyog'i qush uchsa, qanti kuydi. Ko'rib turibsanki, bizda na suv, na oziq-tulik qolmadi. Bu mistek qizib ketgan qumliqda na oldinga, na orqaga bir qadam bosish mumkin. Ammo seni ulug' podshohni aldab shuncha behisob qo'shinni halokat girdobiga ilib kelishga nima majbur qildi?" debdi. Shiroq lashkarbeshining qon to'kilib turgan ko'ziga tikilib va qaqoqlab kulib: "Men yangdim, yolg'iz o'zim butun qo'shinni yangdim. Jonijon qabilam saqlar va ona tuprog'imning beshiga kelgan balo qazoning oldini ilib bosqunchi Iron lashkarlarini halokatga elib keldi. 4 tarafinglarning har qaysisi 7 kunlik yo'l. Xohlagan yeringlarga ketinglar. Baribir hammanglar ochliq va ussizlikdan halok bo'lsizlar. Mening qinim bo'lsa, mushu yerga to'kildi" debdi. Shiroqning so'zlari Ranasbotning yuragiga nayzadek qadalibdi. U Shiroqning beshini qilich bilan uzib tashlabdi. Daraning askarlari saqlarga qarshi yurishni to'xtatib parakanda bo'lib ketibdi. Shiroqning qahramonligi kishilar qalbida mangu o'rin olibdi. Assalomu alaykum arkadaşlar. Benim ismim Mesut. Ben sizlarga hozir ana tilim degan hikoya kitobni o'qib beray. Bir kuni bir tane qiz borkan, o degan ana tilni yosh ko'rgan. O qizlarni bir kuni dansi kirib qapti. Dansi debdiki, qizim, siz ana tilim degan şeyini o'qib beqina debdi. O qizlar bir tane yani qilcha tutuqlamay o'qib berdi. Dansi qizga: "Barakallah qizim, yaxshi o'qib
Okupsiz dedi de şansa sip koydu ve anne sizge her kitap, yaş kitaplar yapray Uygurca'da dedi. Kız o da hoşal bulup gitti ve de seni kucaklap şansa sürdü ve ikisi billah huzur içinde yaşadı. Arkadaşlar hikaye ziyade tümüydü. 21 tane hikaye okup bırak. Ekidem'in 21 tane hikaye okup bırak. Mihmanlar. Bir günü bir tane kişi var idi. O kişi pek eskidi. Eski idi. O hem Uygur idi. O kişi bir kişi Uygur eskidicilik. Dahi timdik kurs üzerine. Bana temaklar bilen dedi. O kişi mi temak verdi. Onun acisi ve ufkusunu kırıp dedi ki ufkum hatalı benim itim. Assalamu alaikum sevimli dostlar. Ben derslerge Vatan sen kalbimde diyen şeyini okup vermekti. Vatan senden artık sevgilim yok büyük vatan. Sana pıda, sana kurban, can bilenden. Seni kötüş, seni aklaş, bana bu periz. Vatan seyiş, vatan oğluğa, ezelden karız. Varlığımız senin için yaratılgan. Tilek maksat baktın için kartılgan. Hayatım mı, malumatım mı senin bilen. Saadetim, şahkametim senin bilen. Ken koynunda tuğulgan ve şunda özgen. Çin insanlık meydanı şunda düşken. Şunun için boşaltmayman kudretini. Canten bilen saklayman hürmetini. Assalamualaikum amak dostlar. Hazır men sizlarga Mektebim degan she'rni o'qib beray. Mektebim. G'unchizak o'smaktiman. Mektebim gulshan ara. Ter to'kib parvish qilar. Bag'vinim ustoz menga. Ochdi har kun quchoq. Shu ana mektebim menga. Baxtiyor davrim mening ustozim rahmat sana. Mektebim bitmas buloq. Beridi pandi savoq. Yo'ritar dilni hamon yandırıp nurluq chiroq. Assalamu alaikum küçük dostlar. Benim ismim Nasibe. Assalamu alaikum küçük dostlar. Benim ismim Nafisa. Assalamu alaikum küçük dostlar. Benim ismim Nazibe. Bizlerge ana tilim degan şiirini yatlap bireyli. Ana tilim, ey ana tilim, anamның tili, kizeysen bilen ilim birini. Ey ana tilim, Uygur'ның tili, sen bilen meşhur Mehmet Kaşgari. Ey ana tilim, verdim köp bilim, sen de içilar akıl bolakın. Ey ana tilim, millet gururi, sen bilen aşar dıllar huzuri. Assalamu alaikum küçük dostlar. Benim ismim Niben Sabır. Bugün ben sizlerge yanak mirası ve tökülen degan lapni okup vermem. Bir lapçının işki yığır bulup kaptı. Onunla biri yığırga yanak mirası koyun dep meslet beripti. Yanak mirası koygan iken mirası köktep taraf bulup ketipti ve mimilepti. Yanaklarını kıkışıtın kesek atsa keseklerinin biri mıyar geç migüden şunun bilen bir günü darakki yamışıp çıkıp kalırsa kesekler tavuzla aylanıp ketipti. Bir tavuz yapışkan iken ehtiyatsızlıktan aldı bilen küçük andın özü tavuz çıkım ollak etip düşüp ketipti. Uyak buyak kalırsa bir lapçı ondan tögünü yetilep kilowatt kaniydiken kilowatt kadar. Bu yerden nime kılıp yürürsünüz de soraptı ondan. Buldur yüz tögemni yoktup koygandım. Bana hem de onu taptım. Sırtı nime kılıp yürürsünüz. Pıçık
pıçkımni yoktub koydun dep cevap beripdi ila kitalapçı. Yüz sögemni tapalmayvatımanu siz pıçkınızı tapalamdınız depdi töge yetilep gelgen lapçı. Assalamualaikum küçük dostlar. Ben bugün Bellik bilen Türkiye diyen hikayeni okuyacağım. Bellik bilen Türkiye. Bir kölde nurgun birlikler yaşayırken. Günlerinin birinde külün suyu tügep birlikler yaşaşka amalsiz kaptı. Köl boyuna su içkili kelgen bir Türkiye bir birlikte layda piltinlap yatkanda kürüp kaptı da onu yiyiş için gölge kiripti. Bunun din korkan bilik tehimu küçep piltinlaşka başlattı. Türkiye yıkınlaşkanda birlik derhal uşini yığıp Türkiye Türkiye aka mini yemsen deptu. Türkiye mugamberlik bilen hidiyip turup ukam yemisem bulmidi. Çünkü korsikim içip koldurlap ketti. Onun üstüge sen suzsiz piltinlap bek kıynilipsen azaptin burunrak kurtuluşun için seni yap kornimge aram tapsun dedim seni yemigen bilen su tügeptu. Sen haman ölüp kitisen deptu. Boptu yisen mu yigin birak bulay pitim yisen korsikin ağrıp kalidu. Şuna suda pakiz yuyup yiyin deptu bilik. Türkiye bu sözünü
sorumluluk his qiptu da bilikni yuyup yiyish üçün bir daryoga ekiptu. Bilik bedeni suğa tigişi bilenla kattik birini piltinlaptu. Kanatları tilkinin küzüge tigip ot çıkırıvitiptu. Bununla cidiyalmıgan tülke vay dep varkıraptu. Bu çağda bilik tülkinin ağzıdın acrap suğa düşüp gitiptu. Açıkığa paylimigan tilke suğa sekrep düşüp bilikni tutuvilip rasa çaynap yivetkisi keptu birak su yüzüşni bilmigeçke açıkını içige yutup kitip kaptu. Assalamu alaikum küçük dostlar. Benim ismim Munibet Sabır. Bugün sizlerge mektubum degan şiirini okup beraman. Vuncidek ösmekdiman. Mektubum Gülşen Ara. Ter töküp perveş kılar. Bak benim ustaz bana. Acıdı her gün kucak. Şu ana mektep bana. Bahtiyar devrim benim ustazım, rahmet sana. Mektubum bitmez bulak. Biridu pendin savak. Yorutar dilini hemen yandırıp nurluk çırak. Assalamu alaikum, ben Nazire. Ben sizlerge Tağ Söygüsü degan şiirini okup berey. Tağ Söygüsü. Taqqa çıktık bir günü dadam bilen seylige, toldu kalbim acayip xushalliqning feyziga. Qildim abdun qalbimni bu joydagi manzara, sizib oldim qalbimga go'zallikdan. Assalomu alaykum sevimli do'stlar, men Aqida sizlarga Bag'dodga safar degan kishni o'qib bermoqchi. Qumul bo'stonligidan shimolga qarasangiz sharqiy Tangri tog'lari yiroqda haybat bilan qad ko'tarib turdi. Uningdagi qish-yoz qar muz ketmaydigan aqbash to'qqilar kun nurida almosdek parqirab turdi. Bag'dash ashu qatlu qat tog'lar ichkirisiga joylashgan. 7 oyning oxiri, 8 oyning boshlari Qumul bo'stonligining havosi yelin javatgan tonurdek qizlik kutdi. Mana mushundaq kunlarning birida Bag'dodga safar qildim. Pikap Qumul shahridan sharqiy shimolga qarab yo'lga chiqib 60 kilometrdek manganda tog'ning janubiy bag'rida joylashgan Aratam degan joyga yetib keldi. Aratam bilan Bag'dod bir tog' orqali ayrilib turadigan qo'shma qishlar ekan.
Bu yerdə yanaq və örük bək oxşayır ekan. Aratam bilan Bağdaşni tağ arab Turğuni bilan Soluq bir g'ol iqlim orqali bir-biriga tutishilgan. G'olning shiddat bilan oqqachqa aram orqali Bağdaşqa udul o'tkili bo'lmaydi ekan. Biz g'arbga 10 kilometr mangandan keyin taq eg'izga yetib keldik. Assalomu alaykum do'stlar, men ismim Muslima. Men sizlarga hozir qor yog'di lab degan she'rni o'qib bermoqchi. Qor yog'di lab, toshqan keldi sakrab, titrib oldik atlab, o'ynaylik deb mashrab. O'ynaymidi toshqan, qo'ydi bizni yaklab, qo'yib atdiq jangalga, qochdi dik sakrab. Assalomu alaykum kichik do'stlar, mening ismim Mastura. Men sizlarga hozir bir tal she'r bilan bir tal hikoya o'qib beray. She'rimning ismi Chiyip, hikoyamning ismi bo'lsa kitap o'qishni yosh ko'rmaydigan bola. Başta arkadaşlar şiirimni, ikincisi hikayeni o'qay. Şiirim tik o'qib hazır. Tik oygan balican tayyorligicha ay sana anican tik mektepke yıl aktirişip ölgen usta sizi bak. Arkadaşlar amsa Allah'ımatımız. Arkadaşlar amsa şiirim müşahede hem de hikayemni o'qib beray. Kitap o'qishni yosh ko'rmaydigan bola. Bir kuni bitta bola bor ekan. U bola 1-sinf yoki 2-sinfda o'qiydi ekan. Keyin u bola kitap o'qishni yosh ko'rmaydi ekan. Ustozi xos kitap o'qinglar deb ekan. Lekin u bola xos kitap o'qimaydi ekan. Keyin ustozing kitap o'qinglar degan tursa sen nimishqa kitap o'qimaysan o'g'lim deydi ekan. Keyin bolsa kitap o'qim yo'q ana, meningdek kitap o'qim yo'q, o'ynag'im bor deydi ekan. Lekin onasi hech qanday kitap o'qimay turib o'ynag'im qo'ymayman qizim. O'ynag'im qo'ymayman bolam deydi ekan. Keyin odam bo'lsa bek xo'p bo'lib qoldi ekan. Nimishqa ana deydi ekan. Ansima chunki vazifani ado qilmay turib hech bir yerga bog'liq qo'ymayman. Bo'lmasa dadamga deyman deydi ekan. Keyin u o'g'abolni nim qilganini bilmay, ma'qul, bir varaq, ikki varaq she'r o'qibqa, bir varaq, ikki varaq kitap o'qib qo'ydab, kitobdan bir varaq o'qib qoldim. Ansiga anoy o'qib bo'ldim deydi ekan. Yongan deydi ekan. Keyin ansimi ishinib qolgan lekin kirib qolgan. Bir şey bilan o'qiganligini o'qisi kirib qolgan ekan. Keyin u ansiga bo'ldim deb yangan degandan o'qisi kelib anoy akam bağlam hiçbir şey emas, bir şey bilan kitap o'qidi deydi ekan. Keyin deydi ekan. Amsa arkadaşlar Allohga emanet görüşeylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ben Müslüman Nasır'da efendim kitabını okuyamakçı. Efendimden tilki. Mahallenin bir xil o'ynaydigan bola bormi? Azali qunqisi beshni unutib qolma.